84-maktab tanishtiruv qismi. Endigi jamoa Turkiston. Assalom eng faol, eng zukko yoshlar, 84-maktab chiqishni boshla. Barchamizni jam qildi sahnada Turon, e'tibor markazida bizning Turkiston. Bizning shu intilganga qoli yo'q. Bizning mo'jaz, ammo salohiyatli maktabimiz 2024-yilda o'z faoliyatini boshladi. Maktabimiz qisqa muddatda bilim va tarbiya maskaniga aylandi. Hozirda maktabimizda o'qiyotgan o'quvchilar 250 dan ortiq o'quvchilarga bilim va savod bilan dars bermoqda. Bilim, o'qish, o'rganish ishtiyoqimizga yor, yosh maktabimizning yutuqlari ham Bizga boshlang'ich sinf ustozlarimizning 7% milliy sertifikat ustamalariga ega. Rus tili ustozimiz Nafisa Qodirova xalqaro darajadagi sertifikat sohibi. Ingliz tili ustozlarimiz sinf bo'yicha eng yuqori natijalarni qo'lga kiritgan. Ona tili ustozlarimiz Akmal Ikrom va Ra'no Choliyeva esa o'z fanlari bo'yicha bir necha bor A darajali sertifikatni qo'lga kiritgan. Maktabimiz rahbari Bernurod va Nura rahmatullayeva menejerlik sertifikatiga ega. 11-sinf o'quvchilarimizning 60% ingliz tili, ona tili va tarix fanlaridan yuqori darajali sertifikatlarni qo'lga kiritishgan. 8-sinf o'quvchisi Boybo'rieva Ruxshona yosh bo'lishiga qaramay, ona til fanidan B+ sertifikatini qo'lga kiritib, barchamizga o'rnak bo'ldi. Tumanimiz o'quvchilari orasida birinchilardan bo'lib, Sherzodov Behruz va Boybo'rieva Ruxshona Mansur Jumayev stipendiya sohibiga aylangan. O'quvchilarimiz 2 yildan buyon siz ekologiyani bilasizmi tadbirida